Eng qizig'ini aytayim. Misol uchun shuni 1100 dollarga uskunasini oldingiz, o'rgandingiz, yotoq joylar hammasi bepul bo'ldi. Ana undan keyin buni qanday foyda chiqaramiz desangiz, kamida 200 kvadrat deyishyapti. Zakaz beramiz deyishyapti klientdan. Birinchi zakazingizda bu biznes o'zingizni oqlab, sizga tekinga qoladi, sarflagan pullaringiz deyishyapti. Mahsulotingizni sotib oladigan xaridorni ham ro'para qilib qo'yishadi. Natijada sotib olgan uskunalaringiz sizga bepul qoladi. Bu haqda video davomida to'liq ma'lumotlar berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz tushuncha bo'ladi. Islomjon aka, 7 xil ishlab chiqarishimiz bor. Xo'p, 1000 dollardan boshlasa bo'ladigan yo'nalishlarni bitta-bitta yoritib ko'rsatib beramiz aka. Assalomu alaykum, bizni qadrdon mehnatkash xalqimiz. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Sizlarga navbatdagi 7 xil turdagi biznesda, ya'ni uy sharoitida yoki qandaydir ishlab chiqarish joylarida qiladigan 7 xil kichkina ishlab chiqaruvchi bizneslarni ko'rsatib o'tamiz. Narxi qarangda 1000 dollardan boshlab u yoqqa ketaveradi. 3000-4000 dollargacha. Hozir sizga qaysi biri qulay bo'lsa, o'shasini aytamiz. Eng qizig'ini aytaymi, bu bizneslarni boshlaganingizdan keyin siz yolg'on emas, sizni ishlab chiqarayotgan odamni oldiga olib borib yuzlashtirib qo'yishadi. Xohlasangiz o'shalar bilan bir kun, ikki kun yurib ish o'rganishingiz ham mumkin va sizga qo'shimcha klient ham, ya'ni birinchi mahsulotingizni sotib oladigan xaridorni ham ro'para qilib qo'yishadi. Natijada sotib olgan uskunalaringiz sizga bepul qoladi. Bu haqda video davomida to'liq ma'lumotlar berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz tushuncha bo'ladi. Hozir mana bunday gipsa bloklar ishlab chiqarish juda urfga kirdi. Buni apparatlari ham ko'payib ketdi, lekin Go standartga javob bermaydiganlar uchun mustahkam dunyo standartiga javob beradi deyishyapti. Gazoblok uskunalar. Bu yerda hozir sezon gazoblokka juda zo'r talab bo'lyapti, ko'p bo'lyapti, ketyapti. Bundan tashqari sizlarga o'rtoqlar, yana mana shu gipsa blok bizneslari, mana bularni misol uchun boshlash uchun taxminan 1000 dollar pul kerak bo'ladi. U xomashyosi bilan birga где-то 1500 dollarga ham boradi ishlab chiqarish jarayoni. Va mana bu oddiy uskunalar bilan birga buni ichida tomga pena quyish biznesi juda mehnati, ya'ni o'sha xizmati rivojlandi. Ya'ni bitta apparat pulini bitta klientdan chiqarib olsa bo'ladi. Ya'ni bitta tomni agar yopib beradigan bo'lsangiz, o'sha sotib olgan uskunangizni puli chiqadi, o'sha foyda bo'ladi bir martada. Bundan tashqari bu yerda o'zimiz oldindan bilamiz, mana bunday qarang, fasadli panellarni ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu yana bitta biznes turi. Bunga ham bitta uskunalar bilan o'rgatib qo'yishlar 1100 dollar deyishyapti. Islom Jo'rayev kanalidan desangiz, albatta skidkalar qilib berishadi. Unisidan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Sifatiga garantiya bo'lgan fasadli panellar. Mana shuni kelib o'rganib ketasiz, o'rtoqlar. Uzoqdan keladiganlar, yotoq joy muammo emas. O'zbekiston, qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlardan ham kelishingiz mumkin. Uskunalaringizni ham bemalol olib ketasiz o'sha tarafga. Dastavkalar qilib berishadi. Yotoq joy ovqatlar bilan ta'mirlashadi, o'rtoqlar. O'rganasiz. Mana eng qizig'ini aytayim. Misol uchun shuni 1100 dollarga uskunasini oldingiz, o'rgandingiz, yotoq joylar hammasi bepul bo'ldi. Ana undan keyin buni qanday foyda chiqaramiz desangiz, kamida 200 kvadrat deyishyapti. Zakaz beramiz deyishyapti klientdan. Birinchi zakazingizda bu biznes o'zingizni oqlab, sizga tekinga qoladi, sarflagan pullaringiz deyishyapti. Sifatlari a'lo, ob'yomini ko'rib turibsiz, ya'ni ko'rinishlarni har xil turda, ranglarda ishlab chiqarsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bunday termotravertinlar bor. Bularda ham orqasi po'kaklar bilan bo'lgan, termoizolyatsiya bo'lgan. Mana bunday qoliplarni xarid qilib olasiz. Bu qoliplar ham bir martalik emas, ya'ni qayta ishlasa bo'ladi deyishdi, videoda tushuntirganmiz. Bu yoqda fasadli plitka toshlarimiz. Fasadli plitkalar ommaviylashdi, juda ham zo'r bo'lyapti. Faqat kimlargadir narx qimmatli qilyapti. Buni 1 kvadrat metr toshini o'zi aytaylik 80 ming, 70 ming turadi. Buni qotirish boshqalar bilan где-то 150 ming, usta pullari bilan 160 ming shunaqaga tushadi. Endi buni ko'pchilik qimmat, menga jicha qimmatli qiladi deyapti. Mana bunday termopanellardan foydalanyapti. Bularning ham garantiyasi 10-15 yil turadi deyapti. Mutaxassis bilan gaplashasiz, ekranda raqamlar bo'ladi, telefon qilasiz. Agar pul topolmay shunaqangi kichkina biznes qilaman deydigan bo'lsangiz, mana murojaat qiling. Hozir video davomida sizga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Xo'p, mana bizneslarimizni bitta-bitta yoritib beramiz Islomjon aka. 7 xil ishlab chiqarishimiz bor. Xo'p, 1000 dollardan
boshlasa bo'ladigan yo'nalishlari bitta yoritib ko'rsatib beramiz aka. Endi $1000 uskunalari bilan обученияsiga bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa $1000 ga xom ashyolarni zagodovka qilib ish boshlasa bo'laveradi aka. Xudo xolasa bu ishlarni boshlaganlarga xudo xolasa klientlarni birinchi klienti bizdan bo'ladi. Xudo xolasa klientlarni o'zimiz haligi qilib beramiz. Bog'lab beramiz klientlari bilan. O'zingiz klientni ham topib berasiz. Xudo xolasa yangi anaqalarga, shogirdlarimizga, o'tgan yilgi shogirdlarimizga polniy klientlar bilan обеспечить qilyapmiz aka hozirgi kunda. Gap yo'q. O'rtoqlar, hozir mana $1000 bilan biznes boshlasangiz bo'ladi. Bu yerda kichik tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlarga 7 ta turi bor. Hozir shu ishlarda aytamiz. Ayni paytda hozir mana ko'rib turganingiz, bu yer gazoblok ishlab chiqarish sexi. Hozir gazoblok liniyalarini ustanovka qilsangiz juda ham. Rustamjon aka, gazoblokni siz aytib qo'ydingiz, keling gazoblokdan boshlaylik bo'lmasa. Xo'p, gazoblokni mana bu zakazga qolib, mashinadan so'rashdi. Bundan biz qilmasdik o'z bo'lsangiz aka. Hop. Gazoblok qoliplarimizni aka bitta yangilik bo'lib qoldi. O'sha bir qator ko'rsatib o'tsak, aka mana yangi qoliplarimizdan 6x4 profil bilan sразу relsga tushib ketadigan bo'lyapti. 4 tadan zajimi bor, suv qo'yib olmaydi, xudo xolasa 3 plyusovli listi bilan zo'rlari bor aka, originallari. Xo'p, oldingilarimizda aka 5-3 profillari ham bo'lgan, ikkitadan anaqaligi, ruchkaligi bo'lgan. Hozir aka sразу ba'zi mijozlarimiz uchun joy ishlashga bo'lganliklari uchun sразу relsovый komplektatsiyasi bilan qilyapmiz Rustamjon aka. Mana. Tushadi. Mishalkada ham bemalol boshqarib ko'radi, olib borib kelib. Bunda ham sразу relsovый qoliplarimiz bo'lyapti komplektatsiyasida. Demak, komplektatsiyasida mana shunday relslari bilan birga bo'lyapti ekan. Bu yana qo'shimcha qulaylik va ko'proq zakaz bersa qilinaveradi. Chiqarishdi. Rustamjon aka. Yana bitta narsa aka, siz bilan mana qachondan beri hamkorlikda birga ishlaymiz aka. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, $1,500 o'zimiz narx tushirib qo'yganimiz siz yo'qsiz. Hop. Duo qilayotganlar ko'p, Alloh rozi bo'lsin. Endi aka, ashi yana nima bonus bor ekan deb kuzatadigan obunachilarimiz uchun aka kelsa ozgina yana aksiya qo'yib beraman. Qanaqa aksiya bo'ladi bu? Endi xom ashyosida mana alyuminiy pudrasi bor ekan, buni xom ashyo, boshlanish xom ashyosini borib kuyib ko'rsatib beradi. Ozginadan $1,500 vodiy bo'yicha dastavka, plus ozgina aksiyasi qo'yib beraman. Xudo xolasa. Yaxshi, hozir xom ashyodan. Ha, buni ham tushuntirib qo'yaylik. Qarang, bu yerda mana komplektatsiyasi. Ikki xil g'isht turibdi-ku. Komplektatsiyasi mana bir qator Islomjon aka yoritib beradi, mana sizga aytaman buni ichida. Men ikki xil g'isht. Uzr, gapingizni bo'ldim. Mana shu yerda mana ikki xil g'isht turibdi. Tepasidagi bu gipsoblok, tagidagilar bu gazoblok. Ya'ni gipsoblok mana aka. Bu gipsdan bo'ladi mana. Hamma biladi, hozir tushunib. Bu o'zini oqladi aka. Endi bu go'st standarti o'tmaydi, bunaqa deydiganlar uchun mana gazoblogimiz bor aka. Dunyo standartiga javob beradi. Sement 450-550 marka sementlarda kuyiladi, issiq suvda. Xo'p, go'st standartdan o'tgani uchun davlat tashkilotlari ham zakaz tushyapti. Domlarga hamma narsa ketaveradi aka. Qurilish qilaman degan akalarimizga yuqori sifatli sementni bemalol kuyib olishlari mumkin aka. Qoliplari mana ikkita qolip bilan komplektatsiyasini mana ichida aytaylik, ikkita reskasi bor, mana arrasi bor, reskasi bor, suv bachogi bor mana aka. Mishalkasi bo'ladi. Mishalkasini xohlaganlarga 3 faza, xohlaganlarga mana 220 likdan qilib, ular bizni bolalar borib, bir komplekt kuyib, shu cho'tki ko'rsatib berib keladi aka. Narxi $1,500 vodiy bo'ylab, endi haligi yangilik kutayotgan obunachilarimiz uchun kelgan mijozlarimizga ozgina yana bonus qilib beramiz aka. Bundan nariga o'zi hech kim yurmaydi aka, to'g'risiga. $1,500 shu komplektatsiyasi turadi, gazoblok biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz. Mana bunday qo'shimcha aravachalari ham bormi yo bu alohida? Aravachalarni ham aka yo'lida qilib beriladi, qo'shib, chiroyli qilib yo'lda qilib beriladi. Xo'p, endi mana klassika biznesimiz penoblok apparati deymiz, hozirgi aytib o'tilgan. O'zini oqladi mana. Xo'p, $700, $800, $900 ga vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Vohaga kelishilgan holda yetkazib beriladi. Tushunarli. Xohlasa. Endi bularda o'sha 7 xil biznesda qolganlarning bir narx-navosiga to'xtalib o'tamiz. Mana vibrator stoli, qoliplarning bir 6 xili bor, termotrevich biznesi ham bor mana aka. Hop. Qoliplari bilan vibrator stoli, mishalkasi ham bo'ladi komplektda. Qo'lni o'rgatib. $1,100, $700 dan $1,100, $1,500 komplektatsiyasiga qarab bo'laveradi aka. Ob'yomiga qarab-da, endi qolipning ob'yomiga qaraydi boshqa. O'rtacha standartni $700 dan boshqa bo'laveradi. Termotravertin biznesi. Hop, dasi bizda aka. Termopanel biznesi mana. Termopanel ham hozir sezon aka juda katta ob'yom zakazlar bo'lyapti bunga. Paxsan ustidan ham, shlaka blok ustidan ham, любой devor ustidan shunday yopishtirib ketilaveradi. Penakilak bilan yopishtiriladi, zontik miqida yopishtiriladi aka bu narsa.
yengil utublik bo'ladi ekan. Xudo xolasa karterda ham bemalol yuvishaveradi. Sizga birinchi marta emas aka, mana doim ko'rsatib beramiz aka. Bemalol mana qattiqliklari ham, o'ta pishiqliklari ham zo'r ekan. Yana bitta yo'nalishi buning ichidagi gibki kamin bonusga kiradi aka. Gibki kamin, jidki kamin degan narsalar bor. Xo'p, dальше bizdan aka fasadniy plitka bizneslar. Fasadniy biznes plitkalarida qoliplarimiz bor aka. $130 dan $180 qoliplar bor. 20 yilga garantiya, xudo xolasa rossiyskiy vasстановить qilsa bo'ladigan qoliplar. Masalan, ishlatib turib boshqa fasonga eritib kuyvorsiz bo'laveradi. Bu qoliplarimiz ham xuddi shunaqa aka. Bu qoliplarimizni ham xudo xolasa bemalol qaytarib olib turib boshqatdan boshqa fasonda kuyib berilaveradi aka. Tushunarli. Bu mana bu g'ishtlarni chiqaradigan qoliplar, ya'ni fasadniy plitkalar orqasida utepleniyasi bilan bo'ladiganlarniki. Mana bu fasadniy plitkaniki, bu полностью, ya'ni betondan bo'ladi. Mana bularda orqasida mana ko'k bo'ladi. Oldida shaklini o'zingiz xohlagan turda qilib olasiz. Bemalol kelib o'rganadi. Guruhimizga qo'shaman, o'rganishib, keyin o'zini viloyatidan rivojlantirgan mana bolalar hamma guruhda bo'ladi, qo'llab-quvvatlaydi va xudo xolasa birinchi mijozi o'zimizdan chiroyli qilib chiqarib beriladi. Klientlari birinchisi o'zlaringlar bo'ladi. Endi narx-navosiga ham to'xtalib o'taylik-da. Mana shu termopanelni ishlab chiqarish uchun qancha pul kerak bo'ladi? Termopanelni ishlab chiqarish uchun Islomjoniki $1100 buni komplekti. $900 oldin ro'za paytida biz sizga aksiya qildik. Hozir $1100 dan o'tib beramiz chiroyli qilib. Buni dastavkalari ham o'zimizdan aka. Chiroyli qilib yetkazib bir hafta o'rganadimi, yotog'i, oziq-ovqat hammasi bizdan bo'ladi. Kelib, ikki kishi kelib turib bemalol o'rganib, mustaqil zakaz chiqaradigan bo'lib, mutaxassis bo'lib ketaveradi aka. Keyin buni boshqa sostavlari ham bor aka. Masalan, xuddi shuni travertinni oq penoplastga sepadigan sostavlar bor, arzon. U mahsuloti ham arzon bo'ladi. Biz hamma yo'nalish bo'yicha ko'rsatib qo'yamiz aka, xudo xolasa. Buni Knap firmasidan chiqadi aka, bizniki xudo xolasa ustidagi mineralniy kroshkalari, turetskiy akrillari bilan bu ara karterda yuvsa bo'ladigan, keyin 15 yillab garantiya bersa bo'ladigan sostav bilan bo'ladi aka. Tushunarli. Demak, hozir $1100. Buni biznesi $600 dan necha pulgacha dedik? $1,500 gacha bu ketaveradi. Misol keyin mashinaga bitta bonus qo'yilay ekan. Xo'p, bu komplektda samiz olganga bunusini o'rgatib qo'yamiz keyin mashinaga. Tekinga. Siz obunachilaringiz uchun mana aka. Gap yo'q. Bunusini olganga bunusini o'rgatib qo'yamiz aka. Keyin yana bitta narsa o'tkazib parasi bilan yoritdik buni. Chotki usta bo'lsa o'zi, bu shu ustalarni uchun zo'r taklif aka. Masalan, birovni xumsuvoq qilib, travertin qilib, rasxodga tushirib, uzoqqa xizmat qilgan narsa qilgandan ko'ra, mana bir marta qilsa yengil, utubli. Buni issiq sovuqqa zo'r. Issiqda salqin, yozda issiq bo'ladi, buni bilasiz. Rossiyada utubli sifatida foydalanadi bundan. Shu ustalar masalan aka 200 kvadrat zakaz bilan masalan $1000 ga olgan apparatlar tekinga qolib ketadi aka. Xudo xolasa. Mana termo travertin aka masalan. Buni ham o'z hamma joylarda ko'rib bilib yurasiz qachondan beri, chiqqandan beri aka. Bu narsa aka 30 yilga garantiya deyapti. O'rtacha 15 yil, 20 yil xizmat qilsa ham aka, yengil, suvda cho'kmaydi aka bu narsani. Tushundingizmi aka? Yengil, suvda cho'kmaydigan narsa, xohlasa bazalka chiqarsa aka buni. Masalan, bazalka stiklovatiga. Xohlasa Knap firmasinikini Penaplexiga chiqarsa termotechiga. Xohlasa mana o'zining standarti ko'ki bor aka. Mana 60 ga 30, 50 ga 25 qoliplari bor aka. Qoliplarning narxi $10 dan $15 gacha bo'ladi aka. Nechta bo'ladi o'sha soni? 1 kvadrat aka 8 donasi 1 kvadrat chiqadi qolip. O'sha 8 donasi demak $10 dan $15. $10 dan $15 oralida bo'ladi, xohlasa. Kelishtirib qilib beriladi. Qolipning ob'emiga qarab narx o'zgaraveradi. Kimdir 20 kvadrat chiqaraman dedi, kimdir 50 kvadrat chiqaraman dedi. Aka, men fasadniy plitkalarda 15 xil turi bor. Masalan, 3D varianti, mana lazer hammasi. Bu aka $200 tepasida turadi hamma joyda, bilsangiz. Bizda aka xudo xolasa $130 dan $180 gacha chiqarib beriladi. Mana shunday fasadga toshlar chiqarmoqchi bo'lsangiz, o'rgatish besplatni qolipni olgan odamga o'rgatib beramiz. Qolipning ob'emi hech bo'lmasa 10 kvadratdan boshlab olsa, o'ziga yaxshi bo'ladi. O'ziga yaxshi bo'ladi. Qiziq bo'lsa, telefon nomerlari ekranda turibdi. Mana shunday go'zal g'ishtlarni fasad uchun ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Hozir ommaviylashyapti. Nima qilish kerak? Bosish kerak, gazini harakat qilish kerak. Tim bo'lsa mana nima deydi? Ustiga ustak mana ta'mirlaymiz deyapti. Ta'mirlaymiz aka, bitta guruhga olib, masalan, ishlaymiz. Xudoga shukr, mana ketib yo'nalishni zo'r yo'lga qo'ygan shogirdlarimiz ko'p aka. O'zini viloyatda ko'rsatma qo'yamiz kerak bo'lsa. Bitta aytmoqchi bo'lganim Zaynab aka,
Gazoblok qanaqa qilib siz bo'lmagan gap bittasi aytyapti, bunaqa katta pul topib bo'lmaydi, 3 ming 4 ming dollar olgan desak, shunaqa hisob-kitobni oladigan bo'lsak yoki kuniga bitta ishdan masalan o'rtacha 6 ming qolsa ham aka masalan kuniga 300 ta 400 ta ish kunsiz hisoblab olavering. Shunaqa daromad realni shu sohaning ichida bor. Endi rasxod ham o'zgarishi Islomjon aka buni. Masalan, apparatlari ham bunikini 1000 dollardan boshlaydigan emas, bir komplekt 1,5 ming dollardan boshlanadi. O'rtacha 10 ta qolip bilan kuysa bo'laveradi. 2000 dollar, 2,5 ming dollarda yo'lga qo'ysa bo'ladi gazoblok biznesini. Haligi g'ish sotilmasa yaxshi, chunki zagodovkasi katta bo'ladi. Bir sotilganda katta pul bo'lishadigan narsa-da Islomjon aka bu narsa. Shuning uchun Shunaqa. To'g'ri, kam sotiladi, lekin bir sotilganda Yo'q, masalan, kuniga 100 tadan sotmaydi-da aka. 4 mingta qilib quritib qo'ysa, masalan, siz g'ishga boradigan bo'lsangiz, kamida 3 mingta olasiz aka. Masalan, to'xtatmasdan zagodovkani qilaveradigan biznes qishin yozib, xudo xolasa, samarangiz zo'r ishlaydi, masalan, dunyo standartiga javob beradi gazoblok, xudo xolasa. Yana bitta tomoni bor aka, любой inson mana kelib, alaqsa o'zimizning shogirdlar bor mana, iz bosgandan aka 4 ko'ldan mana shu o'zimiz atrofda Mingbuloqdan bor, juda ham kuchli 3 ta sexi bor shogirdlarimiz bor. Olib borib, o'sha yerda kuyishni o'rganib, jarayonlarni nima daromad bo'lyapti, qanaqa zakazga chiqaryapti, bemalol aka ko'rib o'rganishlar mumkin. Gazoblok aka zo'r, o'zingizga ham maza qilib foydalanasiz, boshqalarga ham qo'rqmasdan tavsiya qiladigan narsa. Tushunarli. Keyin tomchi biznesi bor aka, aytib o'taylik shuni ham. Endi 7 ta biznes deb sanab o'tirganlar bo'lishi mumkin obunachilarimiz ichida. Tomchi biznesi qanaqa desangiz, o'sha g'ishga kuyadigan rastorning sostavini tomchi kuyadi aka. Tomchi xizmati ham bor 35 mingdan 55 minggacha. Tomchi ketadigan apparat, kompressor, mikser, pina generator, rastor bo'shga, keyin ozgina xom ashiyosini qo'shib beramiz. Biz boshqa joylarda hech qayerda qo'shib bermaydi aka. Men o'zim sizning kanalingizda chiqalarga bonus qilib 300 dollar aka, 250 dollardan xudo xolasa barakasini beramiz sizlarga. Yo'q, mana kelishdi. Dastavkasi ham ichida bo'laveradi aka. Biz dastavkamiz ko'p, qo'shimcha qilib chiqaraveramiz. Chiroyli qilib. Tushunarli. O'rtoqlar, eshitdilaring, ko'rdilaring. Islomjon aka kanalidan deysan aka, yana ham yashirin bonuslar kutib turibdi, bemalol murojaat qilib aytishaveradi. Bo'ladi. Yaxshi, bizni kanaldan kuzatganlar. Aka siz ham el xizmatidagi odamsiz, shuning uchun siz nomingizdan kelganga alohida. Nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz, qo'shimcha bonuslar olasiz. Ekranda raqamlari turibdi, telefon qilasiz. Sizga rahmat katta. Yana ko'rishguncha deb qolaman.